Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarni telefonlarimiz narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi bo'lib Redmi Note 15 telefonimiz 8 ga 256 talik yangi TVD telefonlarga ishlatilmagan. Bu telefonimizni 2.900.000 mingga beramiz. Ikkinchisi Honor X9D. Bu ham holati yangida TVD telefonlarga ishlatilmagan. Bunimizning narxini 3.500.000 so'mga beramiz. Keyingilari ikkita Redmi Note 15 telefonlari 8 ga 128 talik. Ularimizning narxlarini 2.100.000 so'mdan qilib beramiz. Redmi 15lar bunisi 128 talik, bunisi 256 talik. 128 taligining narxi 1.400.000 so'm qilib beramiz. 256 talisini 1.5 million qilib beramiz. Redmi 15C ikkita. Bunisi pocket variant. Bunimiz yangi, ishlamagan deyarli, bir hafta atrofida ishlagan. TVD telefonlari ish turibdi. Buni 1.350.000 so'm qilib beramiz. Bunisini 1.200.000 so'm qilib beramiz. Honor X7D 8 ga 128 talik. Bunimizning narxini 1.5 million qilib beramiz. S21 Plus. Bunimizning narxi 2.100.000 so'm qilib beramiz. Bunisi Honor 400. Bunimizni 3.600.000 qilib beramiz. Korobka zaryadnilargacha bor. Ularni ham tanishtirsak, S22 Ultra 8 ga 256 talik. Bunimizning narxini $350 qilib beramiz. S21 Ultra. Bunimizning narxini $250 qilib beramiz. Techno Camon 50 Pro. Bunimizning narxini ham $250 qilib beramiz. Redmi Note 15 Pro Plus 5G 8 ga 256 talik. TVda bitta sanig'i bor. Bunimizni $250 kami ham bor. Samsung A17 1.700.000 qilib beramiz. Techno Camon 30. Bunimizni 1.600.000 so'm qilib beramiz. A06 700.000 qilib beramiz. A33 1.100.000 qilib beramiz. Va oddiy modellar. iPhone 11larimiz bor. 10 ta bor. Yo'nqislar 75 dan 80 gacha, 92 gacha. Bularimizning narxini 2.600.000 so'mdan qilib beramiz. iPhone 13 Pro'miz $410 qilib beramiz. iPhone 13 $290. iPhone XS Max $180. Kami ham bor. iPhone SE $110. Va oxirgi modelimiz iPad Pro M4. Holati tiniq 91% batareyka yo'nqislar bilan. Bunimiz narxini sizlarga $720 qilib beramiz. Kimga shuna telefonlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bizni kuzatib turasizlar.